Assalomu alaykum, qadrli mijozlarimiz. Mana kecha istoriyaga qo'ygan kobelimizni ochib olganmiz. Bunda bo'layotgan muammo ovoz chiqayotganda taqillagan. Mana shatun bronzalarimiz. O'zini ko'rishini mumkin luftini qanchalik ko'payib ketganini. Mana xudo xolasa bu ishni bartaraf qilamiz. Shuni o'zi bilan ish bitadi deb o'ylagandik, lekin bu yoqda ham golovkasini tekshirib qo'yaylik desak, golovkasi ham to'g'risi klaplar har xil golovka bo'lib qolgan ekan. Mana yaqinlashtirgan mana shu 30 ligini ko'rsat. Mana 30 ga tushib o'tadigan darajada katta golovkalari. Bunisi 10 o'tyapti, hammasi har xil klap golovkasi. 15, bunisi 30. Hop. Mana bunisiga esa faqat 10 o'tyapti. Mana 15 ham o'tmayapti. Shunaqa bitta, ikkita, uchtasida 30 o'tyapti. 20, 10, 30 har xil bo'lib ketgan. Hozir biz bunga bronzasini, shatun bronzasini to'g'rilasak ham hozir yo'qolmasdi. Endi golovkaning klapini ham ligrovga qo'yamiz birolar, xudo xolasa. Keyin jim yaxshi bo'ladi. Iltimos qilib qolamiz material ustalarimizdan. Golovkani klap ligrov qilayotganda shoshilmay, yaxshilab bir xil hammasini ligrov qilinsa, ovozlari ham yaxshi chiqardi. Xudo xolasa bu ham motor qilinganiga 1 oy, 2 oy bo'lgan xolos. Hammadan e'tiborli bo'lishni so'raymiz. Hop, like, podpiskaga esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.